Assalomu alaykum rahmatulloh. Aka-ukalar salomatmisizlar? Bugun inshaalloh 29-may 2026-yil haftaning juma kuni. Barchalar juma ayyomlari muborak bo'lsin. Xo'p, aka-ukalar, bugun inshaalloh Jalaquduq tumani hayvon bozoridamiz. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga hozir buqalarni, qo'chqorlar narx-navolari bilan baraka bo'lgan savdolari bilan tanishtirib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, qadrli obunachilar, mana shu buqachamiz 11.500.000 so'mga baraka o'tdi. 11.500.000 ga baraka. Hop. Shu hunajni aka necha pul kam bor dedingiz? 15 million kam bor deyapti. 15 million kam bor. Savdosi necha? 14 million qilyapti, berilmayapti, aka. Ukalar. Hunajimizni 15 kam bor ya, endi 14 million so'mga berilmoqda. Aka bozoringiz. Xo'p, jigarlar. Shu buqachalarimiz jupini hozir narxini aytayapti, hozir aytadi. Necha pul aka? 5 million kami bor. Jupiga 45 million kami bor ekan akalar. 35 million beryapti. Hozirgisi. Hop. Ha aka. Qiziqqanlarga sotilar ekan. Ha, qiziqqanlarga sotiladi akalar. Qaysi kanal? Jahongir Uz 3 yetdi aka. 5 karamni mollar ekan degan. 5 karamni mollar ekan akalar. Nima deyapti? Qadimli obunachilar. Hop.